Dostlar hammaga salom. Bugungi obzorimizda tayyor 100 metr kvadratga ega bo'lgan magazin bo'ladi. Bu magazinimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri Dehqon bozorining ichida joylashgan. Ko'rib turganingiz remontlari hamma narsasi tayyor, messasi ham yaxshi yerda joylashgan bo'ladi. 2 etajdan iborat. Endi qarab 5 metr, uzunligi 10 metr bo'ladi. Pasti birinchi etaj 50 kvadrat metr, ikkinchi etaji 50 kvadrat metr bo'ladi. Sizlarni tashqi ko'rinish bilan tanishtirib o'taman. Bozordan katta darvozasi xalqlar do'stligini qaragan tarafda bor. Shu darvozadan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Bo'lmasa Apteka bekitganimda yana produkt magazinlarga kichkina darvozam bor. Shu yerdan kirib kelsanglar bo'ladi. Do'stlar, bu videoni bozor ichidan yaxshi messizdan magazin qaralgan tadbirkor aka-ukalarga tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Tayyor magazin bozorning yaxshi yerida joylashgan bo'ladi. 2 etaj livoy biznesini qilsanglar bo'ladi. Agarda mabodoga olib qo'yib, arenda berib qo'yaman desanglar ham arendatorlar tayyor. Hozirda bu yer payda tikish sexi bo'lib o'z ish faoliyatini yuritib turibdi. Tayyor arendatorlar ham bor. Do'stlar, dukanimizning tashqi fasadi ana shunday ko'rinishda bo'ladi. Uzunasini 10 metr, 3 ta katta panorama oynasi bor. Birinchi etaj, ikkinchi etaj hammasi o'sha oynasi bor. Yana 5 metr bo'ladi. Sizlarni ikkinchi etaj bilan tanishtirib o'taman. Ko'cha tarafdan kirish eshigi bo'ladi. Yaxshi sifatli atfa eshiklar qo'yilgan. Yuqorisida kattasidan oldindan konditsioner ham bor. Dehqon bozoriga kirish el darvozasining o'ng tarafida joylashgan. Shunda kirganingizda katta mana shunday magazin bo'ladi. Ko'cha taraf eldiga qaragan oynalar bor. Akfadan oynalari bor. Ikkinchi etajga chiqish uchun bu yerda eshikimiz ham bor. Hozir perda qo'yganlar. Bundan bozorning ichidan, sirt tarafdan lestnitsaga chiqsangiz bo'ladi. Ichkaridan chiqqanimizda prямо yopiq bozorning ichiga chiqamiz. Ya'ni yopiq bozor bo'ladi. Ikkinchi etajdan ana shu lestnitsadan chiqsanglar bo'ladi. Ikkinchi etajning ichki obzorlari bilan tanishib chiqamiz. Shunda lestnitsadan chiqqanimizda ana shunday kichkinagina yeri bo'ladi. Akfadan eshik o'rnatilgan. Bu yerimiz alohida kirish eshigi bo'lgandan keyin 2 odamga, 2 tadbirkorga arenda berib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hozirda past ham yuqorisi ham perda tikuvchilik sexi bo'lib turibdi. Endi olgandan keyin o'zlaringiz ixtiyoringizda. Oynalar ham sirtdan ko'rganingiz ana shu 3 oynasi bo'ladi. Bu yerimiz ham 10 metrga 5 metr, 50 kvadrat metrga teng. Yomon emas, zo'r yerda ishlangan. Hamma yer plita bilan bostirilgan buni. Birinchi etaj ham, ikkinchi etaj ham. Lokatsiyasi yaxshi yerda. Do'kon qaralgan tanish-bilishlarga tashlab qo'yamiz. Do'stlar, magazinning narxini aytsak, narxi $37,000 aytilish bahasi ustida kelishlarni qaytladi. Poyg'asi bor. Masalan, nominal telefon etsanglar, o'zingiz ko'rsangiz, bo'lmasa magazin odamsiz bo'lmaydi, bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Shunda magazindan chiqqanimizda bozorga kirish darvozasi bo'ladi. Ana shu ug'ildagi 2 etajli magazin bo'ladi. Do'stlar, Ahmad kafening to'g'risida joylashgan bo'ladi. Arendari yaxshi yerda, livoy biznes qilaman desanglar, o'nli savdongiz yuradi. Hammaga rahmat, bizlar uchrashishimiz davom qiling.